Assalomu alaykum, hurmatli Yuksalish Uz kanalining ashaddiy muxlislari. Biz Toshkent shahriga yana navbatdagi oshxona mebelimizni o'rnatdik. Xo'p, sizlardan bittadan like, chiroyli kommentariya va shirin so'zlar kutib qolamiz. Xudo xohlasa, birlagan holatda mana biz 10-etajga olib chiqdik. Mana juda chiroyli holatda, mana ko'ryapsizlar, balandlik juda ham. Shu joyimizga o'rnatdik. Sizlardan bittadan like'ni kutib qolamiz. Xudo xohlasa, kimga shunaqa oshxona mebeli kerak bo'lsa, shu odamga jo'natib qo'yamiz va biz bo'lmasa xudo xohlasa buni to'liq obzorini sizlarga yetkazib, pullari va qanaqa yetib keladigan holatda, metri, kachtivasi nimadan bo'lganligi holatda sizlarga to'liq holatda ma'lumot berib o'taman. Umumi açma olmuyor mu? Tepeden yarın. Bismillah, assalomu alaykum. Yuksalish Uz kanalining ashaddiy muxlislaridan biz aytib o'tganimizdek, oshxona mebeli Toshkent shahriga xudo xohlasa endi avtomobilning lakraski holati tayyorlandi. Juda chiroyli holatda. Endi biz buni to'liq obzorini qilamiz. Inshaalloh qo'ldan kelganicha sizlarga yana takrorlan aytamiz, bittadan like, malol kelsa kommentariyada omadingni bersin ukam deb yozib qoldiringlar. Xudo xolasa yanada chiroyli videolar, yanada chiroyli xalqqa manfaatimiz tegadigan holatda inshaalloh nima kerak bo'lsa shunaqa videolar chiqaramiz. Bir chekkadan boshlaymiz, bo'lmasa bu yerda boshlasak operator xudo xolasa bu joyimizda ataplinasi borligi uchun salishnisasini o'tkazib berdikda ataplinasini qoldirdik. Hamda bu tepada anaqa oshiqcha joylar bor edi, ularni ham ashqa qilib yotgan holatda. Etajerkalari ham 3 ta etajerkadan iborat bo'ldi. Oshxona doimiydek, balki yaxshi tozasidan vakuumlik. Bu joyimizga gaz vitishamiz ham hozircha vitishasini keyin o'rnatadigan bo'ldi. Joylarni tayyor qilib berib ketdik. Hop, bu joyga gaz tayyor duxovkasini joylab berdik. Juda chiroyli holatda buni tortib hali o'rnatilgan, yana o'rnatib qo'ysa bo'laveradigan holatda qilib qo'ydim. Chiqarib chiqa oladi. Hop, bundan keyingi holatda joyimizga mana qoshiq, vilka, shunaqa narsa solish uchun juda g'aladonimiz ham chuqur holatda hamda vakuum qo'yaverasiz, o'zimiz yo'qoladi, ko'rishingiz o'zimiz yo'qoladi. Hop, bu joyimizga esa kerakli joyimizga xudo xolasa moyka. Moykalarimiz eng trenddagi, brenddagi, Yuksalish Uzdagi. Xudo xolasa bu oshxona mebelni ishlatib, duo qilishib bizga xudo xolasa rahmatini aytishadi. Bizga zakaz qilganlar Armonda, Komes darmonda deydi-yu, xudo xolasa shunaqa. Hop, buni tagi moslandi, bu yerda rabochiy stoli, bu yerda ko'rsatib o'tganda aytib o'tgandim, sushunkalar ham shu qo'yilsa, olib yana joyiga qo'yib qo'yaveradigan holatda. Yana oshxonalar maqtab qo'yamiz-da. Oshxonalar ham yo'lkalar ham ko'ryapsizlar. Eng asosiysi bu avtomobilning lakrasi 1 yildan keyin, 2 yildan keyin o'ngib, rangi ko'chib, unaqa narsa bo'lmaydi do'stlar. Istalishingizni keladigan bo'lsa, istalishingizni turli xillaydi. 5 yil garantiya beraman, ishlamaydi, boshqa bo'lmaydi. Gazda qaynayotgan narsani qo'ysangizdan, hech narsa bo'lmaydi. Taxtgacha qilib ishlasangizdan, xudo xohlasa hech narsa bo'lmaydi. Buni uzunlik razmeri keladigan bo'lsa, bu tarafiga 4 metr, bu tarafiga burilganmiz, bu joyga mana final berdik. Finalni o'zi klientga soqiladi, endi bu nimalariga chiroqlarni o'rnatib oladi. Xudo xohlasa polgan qo'yib berdik, uni ham o'zimiz san'atdan xudo xohlasa chiroyli qilib qo'yib berdik. Bu yerda polgalarni ham ko'rishingiz mumkin, 3 etashkadan bo'lgan holatda mana pichog'imiz qolib ketyapti, yaxshi ham ochib ko'rsatibmiz. Hop, mana qo'yaverasiz, o'zimiz yo'qoladigan holatda bo'ldi. Hop, bo'yni balandligiga keladigan bo'lsak 270 bo'ldi. Juda chiroyli holatda bo'ldi. Bizdan bo'lgan narsasi bo'ldi. Idishda o'tiradigan sushulkasi, g'aladonda qoshiq poddomi, eng qimmatli ishingizsa bu Toshkent shahri. Toshkent shahriga dostavkasi, olib kelib o'rnatish xizmatlari
10 etajga tashish. Xudo xolisa va hokazo shular ichida bo'ldi. Buni bir pagina metrini chaqib gapirishaylik. Bir pagina metr degani 1 metr mana shu joyda bu balandligi 270 joyda 3 million 500 ming so'mdan tayyorlayapmiz. İçida bo'ladi moykasi, idish tava teradigan sushurkasi, hop, g'aladonda qo'shni paddonlari ichida bo'ladi 1 metrning ichida. Toshkentgacha vodiy dastavkalari ichida, xudo xolisa olib kelib o'rnatish xizmatlari ichida. Buni bir pagina metrini 3,5 million so'mdan tayyorlab beryapmiz. Xudo xolisa kimga kerak bo'lsa bemalol ekrandagida telefon raqamlarini qoldiraman, aloqaga chiqa olasizlar. Xohlasangiz boshqacha rang, xohlasangiz akrilik, xohlasangiz laminat. 1 metri 1 million 700 ming so'mdan boshlanib, chiqib ketaveradi. 3,5 million 5 milliongacha xudo xohlasa ko'rinish ko'targanicha kim qancha shohona yashayman desa, bu dashnaqa holatda tayyorlab bera olamiz. Eng asosiysi bizda sifatga keyin kachествоga e'tibor beramiz, xudo xolasa. Bizda hamma narsa aytib degan holatda biz aytdik, o'sha kunga olib kelib o'rnatamiz, o'sha kunda mebelni topshiramiz, yo'qdi deydi, qolgan pulimizni olib ketamiz. Xudo xohlasa videomiz manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Biz keyingi videogacha xudo xohlasa sizlarni bizni qo'llab-quvvatlagan holatda yana qachon Yuksalish Uz kanali video chiqararkan deb kutib intizor bo'lib turishinglarni so'rab qolamiz. Xudo xolasa yana shu doimgi aytgandek laykni, kommentariyani portlatishni unutmaymiz do'stlar. Sog' salomat bo'lamiz.